ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. Afg'oniston Milliy televizion va Milliy News muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugun juma hijriy quyosh 14-yili 8 hamal, milodiy 2025-yili 8 mart. Bu kecha soat 9 o'zbek yangriliklariga xush kelibsizlar. Men Shamshod Ahmad Tinmas. Islom amirligi so'zlovchisi Mavloviy Zabirulloh Mujohidning aytishicha, Qandahor viloyatida Milliy mudofaa vaziri Mavloviy Muhammad Yaqub Mujohid, Ichki ishlar vaziri Xalifa Sirojiddin Haqqoniy, Milliy amniyat bo'yicha umumiy raisi Mulla Abdulhaq Vasiq, Milliy mudofaa vazirligining o'rinbosari Mulla Abdulqayyum Zokir, Ichki ishlar vazirligining o'rinbosari Mavloviy Muhammad Nabiy Umari yo'lga qo'yilgan bir yig'in orqali mamlakat amniyati vaziyati guzorishining Oli Qadr Amirul Mo'minin Hafizahullohga iro qilganlar. Mujohid janoblarining aytishicha, bu yig'inda amniyati organlar esaklarini eshitib va ishlash bo'limida kerakli tavsiyalar berildi. Shuningdek, yaxshiroq nazm jihozlantirilishi va zarfiyat ko'zlantirilishi uchun kerakli qarorlar olingan. Idoriy komissiyon yig'ini Riyosatul Vazora idora o'rinbosari Mavloviy Abdulsalom Hanafiy boshchiligida yo'lga qo'yildi. Idoriy komissiyon bu yig'inda Axborot va madaniyat vazirligi, san'at va savdogarlik va ishlar bo'yicha idorasi mavzulari ustida bahs qilib va kerakli qarorlar olingan. Tashqi ishlar vaziri Kobulda Japon elchisi bilan uchrashuvda ikki tomonlama aloqalar va Afg'onistonda sarmoya yotqizish fursatlari haqida bahs qilganlar. Tashqi ishlar vaziri Mavloviy Amirxon Muttaqi bu uchrashuvda aytishicha, so'nggi diplomatik yuksallar Afg'oniston bilan mantiqa va dunyo aloqasi yaxshi bo'lish ma'nosini anglatadi. Vaziri Kobulda Japon elchisi Takayoshi Kuromoyo bilan uchrashib va ikki tomonlama aloqalar va Afg'onistonda sarmoya yotqizish fursatlari haqida bahs qilganlar. Tashqi ishlar vazirligi o'z X sahifasida bir xabarnoma tarqatib aytishicha, Mavloviy Amirxon Muttaqi bu uchrashuvda so'nggi diplomatik yuksalishlar Afg'oniston mintaqa va jahon bilan aloqasi yaxshi bo'lish ma'nosini anglatadi degan. Uning ko'paytirishicha, Islom amirligi mutavozin siyosat, boshqalarga zarar yetkazmasligi va iqtisod mehvar asosida butun tomon bilan aloqa qurishni istaydi. Afg'oniston Islom amirligi yuqori martabali hay'ati Japonda qilgan so'nggi safari ikki mamlakat aro aloqasi kengayishi uchun samarali odimdir. Bunaqa rabitalar davom topishi ikki tomonlama hamkorliklar zaminasini yaratishiga sabab bo'ladi. Tahlilchilar aytishicha, Japon bilan ta'omul qilishi Afg'onistonning ayrim bo'limlari, ayniqsa ostqo'rma projelariga yordam qilishi mumkin. Butun tomonlar bilan muzokara orqali va Japon Afg'onistonda bo'stoni osarlarining saqlashi uchun sarmoya yotqizib va Afg'oniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro nihotlariga o'z o'rnini topish uchun talosh qilib kelmoqda. با تعامل و کمک‌ها در بخش‌های اقتصادی در Afg'oniston bilan taomul qilishi va iqtisodiy bo'limi, ayniqsa ta'lim va tarbiya, sog'liq, ekinchilik, san'at va Afg'oniston asosiy niyozmandliklaridan bo'lmish ostqo'rma bo'limlarida hamkorlik davom topishi asosi naqshining o'ynaydi. میتونه نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا بکنه. Japon elchisi bu uchrashuvda Islom amirligining bangivor moddalarga qarshi kurashish uchun sa'y-harakatdan olqishlab va shuningdek dehqonlarga badil ekish bo'limida hamkorligidan ishonch bergandir. Ramazon hayit bayrami yaqin bo'lishi bilan Toshkentda kiyim va quruq meva sotuvchilari ish kuchlari ravnaq topgan. Bir qator sotuvchilarning aytishicha, davlat idoralar ishlovchilarining oyliklari to'lanishidan keyin shahar aholisining hayit kunlarida tayyorgarlik ishlari uchun qiziqishlari ko'paygan. Ayni paytda o'lka shahar aholisi, do'kondorlar va kiyim quruq meva sotuvchilardan esa aholi iqtisodiy vaziyatini nazarda tutib, o'z savdogarlik sotishida insofning nazarda tutilishini istaganlar. Har yillab Ramazon hayit bayrami yaqin bo'lishi bilan o'lka shahar aholisi hayit kunlarini nishonlash, o'z oilalariga yangi kiyim va quruq meva sotib olish uchun tayyorgarlik oladilar. Kiyim va quruq meva sotuvchilar
Ramazon hayit bayrami yetib kelishi bilan ish kuchlari ravnaq topishdan xursandlik qiladilar. 20-25 kun ichida savdo yo'q edi. Davlat ishlovchilari oyliklarini berish bilan hozir shukr xudo savdo yaxshidir. برای خاطر خرید میای Aholi savdo sotib olish uchun keladi. Biroq aholi iqtisodi zaif. Ilgaridek savdo yo'q. Yana ham shukr aholi xursandligi mana shu hayitdir. هم عید است Shahar boshqa bo'limida Toshkent ayrim yashovchilari kek, kulcha va quruq meva sotib olishga masruflar. Kek, kulcha va quruq meva sotib olish uchun kelganman. Hayit rasm rivojlaridandir. خاطر شبیه سر کس میوه خوش میگیره لباس میگیره Hayit yaqindir. Aholi kiyim va quruq meva oladilar. Do'kondorlar narxning baland qiladi. Narx kontrol etilishi kerak. نرخشون باید کنترل شوه گرفته شوه باید Ular sotuvchilardan esa aholi iqtisodi vaziyatiga tavajjuh qilib, o'z jinslarining sotishiga insofning nazarda tutib va rasmiylardan narxlarning nazorat va kontrol qilishni istaydilar. Qiymatlik ko'p, biroq hayit uchun savdo sotib olishga majburmiz. به خاطر عید Hayit uchun narxlarning baland qilmasliklari kerak va Ramazon uchun aholi bilan insof qilishlari kerak. Aholi pullari bo'lganda bizdan savdo sotib oladilar. Xalq borligi bizning borligimizdir. Bundan ilgari Kobul baladiyasi yegulik mavodlar sotuvchilari va kasbakorlardan narxning kontrol qiluvchi komissiya tomonidan narxi asosida amal qilishlarini istagan edi. Hurmatli muxlislar, o'zbek yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha har birlaringizni ulug' Tengri taologa topshiraman. Ayyomlaringiz har doim xushlik va xursandlik bilan o'tsin. Yaxshi kecha. ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور